Hech esingizdan chiqib qoladigan paytlar bo'ladimi? Kimnidir ismi yodingizdan chiqib qoladimi? Yoki kitob o'qib bo'lasiz-u, hech narsa esingizda qolmaydimi? Xavotir olmang, miyangiz ishlamay qolgan emas. Shunchaki biz undan to'g'ri foydalanmayapmiz. Bugun xotirani kuchaytirishning ilmiy jihatdan tasdiqlangan 5 ta usulini sizlar bilan baham ko'raman. Oxirgacha qoling. Eng kuchli usul oxirida. Birinchisi, oraliq takrorlash. Xotiraning oltin qoidasi. Ko'pchilikning katta xatosi shundaki, ular ma'lumotni birdaniga yodlashga harakat qilishadi va keyin unutib yuborishadi. Bizning miyamiz ma'lumotni mustahkamlash uchun vaqtga muhtoj. Ana shunda oraliq takrorlash yordamga keladi. Ma'lumotni ma'lum vaqt oralig'ida takrorlash. Masalan, bugun yangi narsa o'rgangansiz. Uni ertaga, keyin 3 kundan keyin va yana 1 haftadan keyin takrorlang. Bu usul ma'lumotni uzoq muddatli xotiraga o'tkazishga yordam beradi. Ikkinchisi, vizualizatsiya. Xotiralarni ko'rishga aylantirish. Bizning miyamiz vizual ma'lumotni matnga qaraganda 60 ming marta tezroq qayta ishlaydi. Shuning uchun murakkab ma'lumotni tasvirlar bilan bog'lang. Kimnidir ismini eslab qolishni xohlaysizmi? Uni aqliy tasvirga aylantiring. Agar Gulchapchap ismini eslab qolishni xohlasangiz, haqiqiy gulni tasavvur qiling. Bu oddiy usul mo'jizalar yaratishi mumkin. Uchinchisi, pomodoro va chuqur ish. Xotirani kuchaytirish uchun diqqatni jamlash. Instagram yoki TikTok kabi doimiy chalg'itishlar xotiraga salbiy ta'sir qiladi. Buning o'rniga chuqur ish usulidan foydalaning. Bitta vazifa ustida 25 daqiqa davomida ishlang, keyin 5 daqiqa tanaffus qiling. Bu usul miyangizga ma'lumotni chuqur kodlash imkonini beradi. Buni Telegram blogimda joylagan. To'rtinchisi, uyqu va xotira. Miyamiz unda qanday ishlaydi? Xotirani kuchaytirishning eng tabiiy usuli yetarlicha uxlash. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyqu paytida miyamiz muhim ma'lumotlarni mustahkamlaydi va keraksizlarni tashlab yuboradi. Agar siz bir kechada atigi 4-5 soat uxlasangiz, xotira saqlash 30% ga kamayadi. Optimal xotira uchun 7-9 soat sifatli uyquga intiling. Va nihoyat 5-si, jismoniy mashqlar va xotira. Miyangizni quvvatlantirish uchun harakatlaning. Ko'pchilik o'qish stol oldida bo'lishi kerak deb o'ylashadi, ammo jismoniy faollik miya faoliyatini yaxshilaydi. Kuniga atigi 20 daqiqa piyoda yurish yoki yengil mashqlar neyron aloqalarini mustahkamlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan odamlar ma'lumotni 25% tezroq eslab qolishadi. Mana xotirani kuchaytirishning 5 ta tasdiqlangan usuli. Qaysi usul sizga ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va Telegram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoyimizda yanada kuchli usullarni ko'rib chiqamiz.